Hay, yaxshimizlar do'stlar. Bugun biz birlikda bir fansirimning talabi bo'yicha oidalar ganzayu tayyorlashni o'rganamiz. Itli usul intayin oddiy bo'lib, bir ko'rsanglar o'rganalaysizlar. Bu xil usulda baliq tayyorlashni o'rganib olsanglar, cho'ng kichikam maylan sizlarni maqtab turib yeydi. Eng avval tayyorlab olgan baliqimizni pokiz yuvib tozalab olgandan keyin videoda ko'rsatilgandek muvofiq cho'nliqda parchalab tayyor qilib olamiz. Parchalab tayyor qilib olgan baliqimizni bir tasga silib, yana 2-3 qatim pokiz suvda bir yuvib tayyor qilib olamiz. Endi parchalab tayyor qilib olgan baliqimizni tamlantirib qo'yish uchun piyoz, sinjang, samsoq, muvofiq miqdorda tuz, kabob uchun uni, zira, qarmush, laz uni, kabob tetitqusi, karaxmal, 2-3 dal tuxumlarni chaqib, tekshi aralashtirib, yarim soat atrofida tamlantirib qo'yamiz. Ko'rib mishaga chiqibsizlar do'stlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shirishni unutib qolmanglar. Buningdan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlar sunish uchun izchil terishima. Hamda quruq bir qaznimizga baliqimiz chalashqichi moy qo'yib, moy qizish jarayonida ko'rganinglardek piyoz, sinjang, ko'k piyoz, yumqoq sutlarimizni silib, puruq chiqishi bir turg'izib, saylarimiz sag'algandan keyin suzib elib etib, anandan keyin baliqimizni silishga boshlaymiz do'stlar. Bunda bo'lganda yog'ning ochiq ta'mlari chiqdi, ham baliqimiz shunchaki yeyishlik pishidi. Ko'rganinglardek baliqimizni o'tda qizarg'icha turg'izgandan keyin suzib elib elib, buningga o'zimiz yaxshi ko'rgan mush kabob tetitqusi bo'lamdi yoki zirlar bo'lamdi, soğuğandaki istemal qilsak bo'ladi. Intayi yeyishlik bo'lgan mizlik baliqimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb beqinglar, tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak bosib, inkas rayonga yo'llab qo'yishni unutmanglar.